Assalomu alaykum. Mana oktyabr oyi ham kirib keldi. Bu kimlar uchundir? Kuz faslining 2-oy kirib kelganini bildirsa, yana kimlar uchundir? Green Card mavsumi kelganini bildiradi. Green Card bu Amerikada yashash, ishlash va hayotini yangitdan boshlash uchun zo'r imkoniyat. Har yili millionlagan odamlar o'z omadini sinab ko'rish uchun Green Card anketasini to'ldirishadi. Siz ham omadingizni sinab ko'rish payti keldi. Ishonamanki, siz ham bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaysiz. Assalomu alaykum akalar, ukalar. Men ismim Abdug'ofir. Amerikada Green Card yutib kelganman. Xudo xolasa mana Green Card yaqinlashyapti. 5-oktyabrda boshlanadi Green Card. Shunga agar kimda-kim Green Card o'ynamoqchi bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar, biz o'ynab berishimiz mumkin. Green Card'ni ingliz tilidan xabari bor inson albatta o'zi to'ldirishi ham mumkin. Lekin ko'pchilik to'ldirayotganda xatolarga yo'l qo'yadi. Afsuski, ko'plab yurtdoshlarimiz Green Card arizasini topshirish jarayonida xatolarga yo'l qo'yishadi. Noto'g'ri fotosurat, ma'lumotdagi xato yoki oddiy texnik xatolar sababli ularning arizalari rad etiladi. Bu esa katta orzularni yo'qotishiga olib keladi. Birgina xato butun imkoniyatdan mahrum qoldirishi mumkin. Bunga misol qilib, o'zimizning hamshahrimiz Green Card'ni to'ldirgan va unga yutuq chiqqan. Uni tekshirish uchun menga yuborganda, men tekshirib ko'rib qarasam, u ismi va familiyasini o'rnini almashtirib yozib qo'ygan. Bu esa suhbatga borganda 100% rad javobini olishini bildiradi. Mana shunday xatolarga yo'l qo'ymaslikni va imkoniyatingizni qo'ldan boy bermaslikni istasangiz, bizga murojaat qiling. Biz Amerikadagi o'zbeklar jamoasi sizga yordamga tayyormiz. Biz arizangizni 100% to'g'ri va barcha talablarga mos holda to'ldiramiz. Sizning imkoniyatingizni asrab qolish bizning vazifamiz. Ariza to'ldirish uchun sizdan quyidagilar kerak bo'ladi. Xo'p, akalar, men sizlarga tushuntirib o'taman. Green Card anketasi uchun quyidagi dokumentlar kerak bo'ladi. Asosiy birinchi o'rinda 600 ga 600, 5 ga 5, 600 ga 600 razmerdagi rasmga tushish kerak bo'ladi. Rasmxonaga borasizlar, fotostudiyaga borsanglar, o'zlari bilishadi. Green Card'ga deb aytasizlar, chiroyli qilib olib, elektron holatda sizga tashlab beradi. Bu yerda bizga tashlavorasizlar keyin. Xo'p, undan keyin zagran pasport yoki ko'k pasportni siz ketma-ketlikda bizga tashlavorasizlar va eng asosiysi Green Card anketasini to'ldirish uchun eng kamida 11-sinfda attestati yoki kollej diplomi bo'lishi kerak. Uchilishi, texnikum ketaveradi bu yoqqa. Va endi ko'pchilik bizga yozadi, 9-sinfdan keyin hech qayerda o'qimaganman. Men Green Card to'ldirsam bo'ladi. Yo'q, eng kamida 11-sinfda attestati bo'lishi kerak yoki kollej diplomi aytib o'tganimdek. Chunki ettinning yutuq chiqib qolgan taqdirda ham elchixonaga kirganda atkaz qilish ehtimoli bor, atkaz qiladi. Bizni Telegram nomerimizga ko'p narsani yozishinglar shart emas. Shu rasm birinchisi, ikkinchisi pasportingiz, uchinchisi adresingiz O'zbekistonda doimiy yashash joyingiz. To'rtinchisi xos qoidasiz O'zbekistondaman, Rossiyadaman, uyda bo'ldi. Ko'p narsa kerak emas. O'qiganligingizni, diplomlari bizga kerak emas. Maktabni bitirganman yoki kollejni bitirganman deb qo'ysangiz yetadi. Elektron pochtangiz kerak bo'ldi. Boshqa ko'p narsa kerak emas. Iloji boricha ko'p savol-javob qilmasdan, o'sha ma'lumotlarni tashlab bersanglar, biz ham tezroq o'zimizga chalkashtirmaslik uchun test to'ldirib o'zingizlarga confirmation kodni beramiz. Xo'p, yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak o'rtoqlar. Biz siz ma'lumotlaringizni olib, Green Card'dan to'ldirib bo'lganimizdan keyin sizga confirmation kodlaringizni o'zingizga tashlab beramiz Telegramingizga. Uni o'zingiz saqlanib qilib olib qo'yasiz. May oyi kelganida uni o'zingiz tekshirib olasiz. Biz tekshirib bermaymiz. Xo'p, shuni ham e'tibor berish kerak. Chunki o'tgan yil may oyida, bu yil may oyida shunaqa bo'ldi. Sizlar o'ynagansizlar, sizlar tekshirib berishinglar kerak degan narsa. Biz majburiyat olmayapmiz. Mana hozirdan aytib qo'yay. O'zingiz tekshirib olasiz. Confirmation kodingiz ham o'zingizda turadi. May oyi kelganda bizda bu narsa qolmaydi. Siz o'zingiz ko'pchilik yo'qotib ham qo'ydida, o'ynatgan, biz tashlab berganmiz, o'zi istoriyani o'chirib yuborgan, o'rtada yo'q, hech qayerda yo'q, topilmadi. Elektron pochtasini ham o'zim ham bilmaydi. Shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun shu confirmation kodni mahkam o'zingizlar bitta joyga bekitib qo'yasizlar. May oyi kelganda o'zingizlar tekshirib nima qilasizlar.
Okey. Yana bitta dolzarb savol. Sizlarda o'ynaganlar necha foiz yutadi, necha foiz qancha odam yutdi degan. Biz hozirgi aytib o'tganimdek, bizda sizlarda confirmation kodilar qolmaydi. Biz oxirida masalan 1000 ta odamga o'ynatgan bo'lsak, hammani biz tekshirib o'tirmaymiz. O'zi tekshirib oladi. Biz confirmation kodni beramiz, bo'ldi. Biz hali suyunchi bering, siz yutib oldingiz, telefon qilib yuzga bor, bunaqa narsa yo'q bizda. Hammani o'ziga beramiz. Shuning uchun bizda uchotimiz yo'q. Natijalarga keladigan bo'lsak, biz to'ldirib bergan insonlarga biz bilganlarimiz bizga aloqaga chiqqanlar 4 kishi. Undan tashqari o'zimga ham Green Card'da yutuq anketasi nasib qildi. Assalomu alaykum Abdug'ofur aka. Вообще xursandchilik bo'lib ketdi hozir aka, mana o'zimiz nimada o'zim to'ldirganimda chiqib qoldi Abdug'ofur aka, mana. Buni ko'ring-da. Mana de xursand bo'lib o'tiribmiz. O'zimizni firmani o'ynab, o'zimiz firma yutdi. Reklama ham ichida ketdi ekan. Minglagan yurtdoshlarimiz bizga ishonch bildirishgan va o'z arizalarini xatosiz topshirishgan. Ulardan ko'pchiligi hozir Amerikada yashashyapti. Siz ham ular qatorida bo'lishingiz mumkin. Green Card'da bu faqat qog'oz emas, bu yangi hayot eshigi, yangi imkoniyatlar, yangi orzular. Orzularingizni kechiktirmang. Bu yildanoq qadam tashlang. Aziz yurtdoshlar, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Agar Amerikada qonuniy yashashni, farzandlaringiz uchun katta imkoniyatlar eshigini ochishni istasangiz, albatta bizga murojaat qiling. Quyidagi raqamlarga Telegram yoki telefon raqamlarimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz esa sizga bexato to'ldirishlikda, Amerika orzusiga erishishingizda qo'ldan kelgancha yordam beramiz.